Assalomu alaykum hurmatli talabalar, tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti psixiatriya narkologiya va tibbiy psixologiya kafedrasi dotsenti Muxtorova Haqiqat Karimjonovna. Bugungi mavzuyimiz psixiatriya narkologiya fanidan ruhiy faoliyat yoki bilish jarayoni, sezgi, idrok buzilishlari haqida fikr yuritamiz. Endi psixiatriyaga asosan umumiy psixopatologiya asosiy o'rin egallaydi. Diagnostika uchun biz umumiy psixopatologiyani yaxshilab o'rganib olib, birinchi o'rinda simptom, sindromlar haqida fikr yuritamiz. Umumiy psixopatologiya deganimiz ruhiy jarayonda buzilishlardagi simptomlar va sindromlar haqidagi holat. Endi hozirgi bugungi mavzu idrok va tafakkur buzilishdagi simptom, sindromlar haqida fikr yuritishimiz kerak. Psixiatriyaga simptom, sindromlar katta informatsiyaga ega. Ya'ni har bir bemorda oddiy simptom deb ayta olmaymiz. Vasvasa, gallyutsinatsiyasi bor bemor albatta qandaydir jiddiy kasallik holati kuzatilayotganlarini bildiradi. Shuning uchun birinchi o'rinda sindromal tashxisot qo'yilib, chuqur tekshiruvlar asosida klinik tashxis beriladi. Idrok buzilishida nimalar namoyon bo'ladi? Idrokda sezgi va idrok buzilishlari, sezgi va idrok buzilishlari namoyon bo'lishi kuzatiladi. Eng asosiy idrok buzilishidagi holatdan biz ko'pincha bu strukturasi, kasalxona strukturasi albatta bilasiz. Kasalxonada ko'p bo'limlarga ham yurgansiz va psixiatriya qator tarmoqlarga bo'linishiga ham ma'lum. Hamma jarayonlar tarkibiga kirgan mehnat qobiliyati sudga oid ekspertiza holati, harbiy psixiatrlar, bolalarga qaratilgan bo'limlar albatta ajratiladi. Bular haqida alohida mavzu bu. Shu mavzular haqida fikr yuritiladi. Endi idrok buzilishiga eng asosiysi biz psixosensor buzilishlar va gallyutsinatsiyalar, illyuziyalar haqida fikr yuritamiz. Idrok nima, sezgi nima belgisiga belgilangan. Sezgi har bir predmetning alohida belgilarini belgilovchi holat. Idrok bo'lsa o'sha predmetlarning to'liqligicha anglatadigan holat. Endi biz hozir o'rganadigan idrok buzilishiga biz gallyutsinatsiya va illyuziyalar haqida gapiramiz va psixosensor buzilishlar. Keling oldin illyuziyadan fikr yuritadigan bo'lsak, illyuziya bu atrofda bo'ladigan hodisalar, bor hodisalarni o'zgargan holatda albatta idrok qilishi. Illyuziyaning fiziologik va patologik bor. Ko'pincha patologik holati psixiatriyaga to'xtatiladi. Fiziologiyada, psixologiyada fiziologik holatlar haqida fikr yuritamiz. Endi idrok buzilishidagi holatlarda illyuziyani bir nechta turi bor. 3 ta varianti bor. Verbal, paridalik va affektiv illyuziyalar bor. Illyuziyalar albatta ruhiy buzilishlarga juda keng tarqalgan, ko'p albatta namoyon bo'ladi. Verbal illyuziya nima? Atrofdagi predmet hodisalarni qo'rquv va hayajon asosida o'zgargan holatda qabul qiladi. Atrofda predmetlarni o'zgargan holatda qabul qilishi albatta uning qo'rquv va holatini, o'sha holatni kuchaytiradi. Endi affektiv illyuziya nima? Affektiv illyuziyalar, verbal affektiv holatlar mana shu qo'rquvlar asosida. Paridalik illyuziyalar albatta har qanday fantastik mazmundagi illyuzor buzilishlarni albatta ko'rsatadi. Endi psixosensor buzilishlarga nima? Psixosensor buzilishlar bu depersonalizatsiya, derealizatsiya degan. Depersonalizatsiya bemor o'z tanasini to'g'ri holatda idrok qila olmasligi yoki tana sxemasining buzilishi, depersonalizatsiya. Derealizatsiya atrofdagi predmet va hodisalarni o'zgargan holatda qabul qilishi. Men emas degan narsa depersonalizatsiya. Bu ham albatta ko'pincha shizofreniyada kuzatiladigan holat. Psixosensor buzilishlardan atrofdagi predmetlarni o'zgargan holatda qabul qilishi bu mikropsiya, makro, katta holatda idrok qilishi yoki kichkina holatda. O'sha predmetlar katta shaklda namoyon bo'ladi. Yoki poropsiya, uzunlashgan holatda ham namoyon bo'lishi mumkin. Gallyutsinatsiyalar nima? Gallyutsinatsiya illyuziyada nima bilan farq qilishini o'rganishimiz kerak. Endi illyuziyada bor narsa o'zgargan holatda qabul qilinadigan bo'lsa,
Gallyutsinatsiya yo'q narsa, ya'ni sezgi organlarimiz hech qanday ta'sirlanmasdan bemor idrok qiladi degan gap. Sezgi organlariga qarab gallyutsinatsiyalar bir necha turga bo'linadi. Ya'ni ko'rish gallyutsinatsiyasi, eshitish gallyutsinatsiyasi, hid bilish, ta'm bilish gallyutsinatsiyasi va sezgi yoki visseral gallyutsinatsiyalarga ajratiladi. Bular ham oddiy va murakkab holatda bo'lishi mumkin. Oddiy ko'rish gallyutsinatsiyasi albatta unchalik shaklga ega bo'lmagan holatlarni ko'radi. Murakkabi albatta aniq shaklga ega bo'lgan yoki odamlar to'dasi, hayvonlar to'dasini ko'rishi bu murakkab gallyutsinator buzilishga kiradi. Eshitishning eng asosiy turlaridan biri bu imperativ gallyutsinatsiya. Imperativ gallyutsinatsiya buyruq tariqasidagi eshitadigan gallyutsinatsiyalar atrofdagilar uchun, bemor o'zi uchun va atrofdagilar uchun xavfli hisoblanadi. Ya'ni buyruq tariqasini qachon u bajaradi, qachon bajarmaydiligi bemorning o'ziga ham ma'lum emas va tibbiyot xodimlari ham uni tezda aniqlay olmaydi. Unga bo'ysunish ehtimoli ko'proq albatta. Endi gallyutsinatsiyalar har doim hid bilish va ta'm bilish ko'pincha endogen kasalliklarga xos holat, ya'ni o'sha ovqatlanayotgan ovqatiga mos bo'lmagan hidni sezish yoki ta'mni sezishi. Ya'ni u vasvasa bilan birgalikda keladigan bo'lsa, albatta ma'no anglatadi. Ya'ni ovqatga nimadir qo'shilgan, u hidni ham, ta'mini ham o'zgargan holatda qabul qilayotganligini bilish mumkin. Eng asosiy yo'nalishlardan biri gallyutsinatsiyalarni chin va soxta gallyutsinatsiyalarga bo'lish. Ya'ni endogen kasallik bilan egzogen kasallikni tezda ajrata olishimiz mumkin, qachonki biz chin va soxta gallyutsinatsiyani farqlay oladigan bo'lsak. Mana pastda biz gallyutsinatsiya holatdagi elementar yoki murakkab gallyutsinatsiyalar haqida fikr yuritdik. Chin va soxta, bularni hammasini albatta differensial diagnostika qilish mumkin. Soxta gallyutsinatsiya bilan chin gallyutsinatsiya farqlari nimada? Birinchidan, kim tomonidandir qilinganlik holati soxta gallyutsinatsiyaga xos. Shu holat yo'q bo'lsa, ko'pincha chin gallyutsinatsiyalar hisoblanadi. Chin gallyutsinatsiyalar ko'pincha kunning ikkinchi yarmida, kechki paytda kuchayadi. Soxta gallyutsinatsiyalar albatta kun davomida o'zgarmas holatda, bir xil holatda namoyon bo'ladi. Va bemorlarning harakati ko'pincha chin gallyutsinatsiyalarga mos keladi. Soxta gallyutsinatsiyalar albatta harakatlari gallyutsinatsiya mazmuniga unchalik mos kelmasligi mumkin. Va eng asosiy holati biz bu farqlarni tanasidan tashqarida kuzatiladigan bo'lsa yoki organizmdan tashqarida kuzatiladigan bo'lsa, ko'rish diapazonidan ham tashqarida bo'lsa, bu chin gallyutsinatsiya. Va soxta gallyutsinatsiya albatta organizmning ichidan, yo miyasidan, yo yuragidan qandaydir tovushlar, sezgilarni sezsa, bu albatta soxta gallyutsinatsiya. Bunday holatlar biz soxta gallyutsinatsiya kriteriyalarini ko'proq aniqlagan bo'lsak, biz bemorga endogen kasallikni qidirishga albatta to'g'ri keladi. Undan tashqari qator boshqa gallyutsinator buzilishlar bor. Bu albatta singdiruvchi gallyutsinatsiyalar va funksional gallyutsinatsiyalar. Funksional gallyutsinatsiya deganimiz qandaydir ta'sir mexanizmi yoki tovush ta'sirida, masalan, avtomashinaning yurishi yoki qandaydir tovush uydagi xolodilnik ishlab turishi yoki televizordan tovush chiqayotgan paytda o'sha gallyutsinator tovushlar albatta bemorni bezovta qiladi. O'sha ta'sir qiluvchi tovushlar yo'qolsa, gallyutsinatsiyalar albatta yo'qoladi. Bunda albatta bu funksional gallyutsinatsiya hisoblanadi. Va undan tashqari yana singdiruvchi gallyutsinatsiyalar bor. Bu Lippmann simptomi va Aschaffenburg simptomlari borki, bu ko'pincha egzogen kasalliklarga xos va alkogol psixozlarida ko'proq kuzatilib turadi. Lippmann simptomi psixozning boshlang'ich etapini albatta ko'rsatadi. Ya'ni bemorda psixoz holati yaqinlashganligini belgilaydi. Ko'z olmasiga bosim ta'sir qilsa, ko'rish gallyutsinatsiyalari bo'lishi mumkin. Aschaffenburg albatta unda uzilgan telefonni bersangiz ham albatta undan gaplashib turish mumkin. Yoki toza qog'oz berilsa, bemor albatta undan tekst o'qib berish mumkin. Bu gallyutsinator buzilishlar asosida albatta rivojlanadi. Bu biz idrok buzilishidagi ba'zi buzilishlar haqida fikr yuritdik. Idrok buzilishidan tashqari bizda tafakkur buzilishlaridan fikr yuritishimiz mumkin. Tafakkur buzilishlari mana chin va soxta gallyutsinatsiyalarni biz farqlari haqida fikr yuritdik va bu yerda diagnostikasi elementlari belgilangan.
Biz tafakkur buzilishi albatta idrok buzilishidan ko'ra sindrom simptomlar bilan kechadigan holat. Simptom sindromlar bilan kechadigan holatni biz ko'pincha albatta bemorda aniq ravshan aniqlay oladigan simptom sindromlar hisoblanadi. Va tafakkur buzilishi. Tafakkur buzilishi birinchi o'rinda tezligi bo'yicha buzilishi kuzatiladi. Tezligi bilan buzilishi sekinlashuv va tezlashuv belgilanadi. Sekinlashuv ko'pincha depressiv holatlarga xarakterli, ya'ni bemorda fikr paydo bo'lishi assotsiatsiyasi sekinlashgan, o'zini avtobiografiyasini belgilash uchun ham ancha muddat kerak bo'ladi. Depressiya o'zi albatta harakat, fikrlash sekinlashgan holati va kayfiyatning tushkunligi. Endi maniakal holatda tezlashgan tafakkurning tezlashuvi kuzatiladi. Tafakkur paydo bo'lish assotsiatsiyasi albatta kuchli rivojlangan. Tezda fikrlar paydo bo'lganligi uchun bir fikrdan ikkinchisi, uchinchisi, o'ninchisiga o'tishi bu tafakkur poygasi, ya'ni mentizm holatlari namoyon bo'lishi mumkin. Unda biz tafakkur diqqati ham albatta bemor tarqoqligi uchun mazmun jihatdan bir fikr ikkinchi fikrga bog'lanmagan holatda davom etishi mumkin. Endi tafakkurning albatta tuzilishi bo'yicha buzilishi bor. Tuzilishi bo'yicha buzilishga mana uzuq yo'liqlik, tuturuqsizlik, parallelizm va rezonyorlik holatlari albatta kuzatiladi. Yoki quyushqoqligi. Fikrlarning quyushqoqligi ko'pincha organik kasallikka xos epilepsiya kasalligidagi ko'proq holatlar shu quyushqoqlik holatiga albatta mos keladi. Ya'ni birinchi darajali fikrlar ikkinchi darajali fikrlarni ajrata olmaydi. Ko'pincha keraksiz detallarga ko'proq to'xtaladi. Bu organik kasallik holatlarida ko'proq kuzatiladi. Rezonyorlik bor, ya'ni bemorga bo'sh donishmandlik, har qanday fikrlarni qator terminlar qo'shib fikr bildirishi mumkin. Uzuq yo'liqlik bir fikrning ikkinchi fikrga mazmun jihatdan bog'lanmaslik holatlari albatta kuzatiladi. Maqsad yo'nalishi bo'yicha yoki mazmun jihatdan buzilishi bor. Mazmun jihatdan buzilishga o'ta qimmatli g'oya, yopishqoq fikrlar va vasvasa kiradi. Albatta yengil holatdan murakkablashgan holatga davom etishi bu. Endi birinchidan yopishqoqlik bilan kechadigan fikrlashi, bemor o'zini ixtiyorisiz bemorda yopishqoq fikr yoki harakat yoki ikkilanish, ishonchsizlik va qo'rquvlar bilan davom etishi mumkin. O'ta qimmatli g'oya qaysi holatlarda kuzatiladi? O'ta qimmatli g'oya psixopatik shaxslarda yoki bosh miya jarohatlari o'tkazgan shaxslarda va asosan zaharlanish holatida, ya'ni alkogolizatsiya bilan shug'ullanadiganlarda ko'pincha o'ta qimmatli g'oyalarning paydo bo'lishi albatta tezda paydo bo'lishi mumkin. Qanday xususiyatga ega o'ta qimmatli g'oya? Yoki shizofreniya boshlang'ich holatida ham paranoyal etapdan oldinroq o'ta qimmatli g'oyaga moyillik paydo bo'ladi. Ya'ni ma'lum sharoitdan kelib chiqib, bemorni ongini boshqaradi. Albatta normada inson o'zini fikrini boshqaradigan bo'lsa, bu patologiyada bemorni albatta ongini fikr boshqaradi degan gap. Ya'ni ma'lum vaqt davomida aktual hisoblansa, hech qanday davo chorasiz vaqt o'tishi bilan dezaktuallashadi va o'sha holatdan yengil tortadi bemor. Va uchinchi eng murakkabroq psixiatriyaga yo'nalishdan vasvasa holati. Vasvasa nima degani? Ya'ni vasvasa atrofdagi bo'layotgan hodisa voqealarni bemorlik holati bilan talqin qilishi va qabul qilishi va noto'g'ri fikrga qadalishi va hech qachon to'g'rilash xususiyatiga ega emas. Ya'ni biz bemorning fikridan og'diradigan bo'lsak, bemor hech qachon unga berilmasa, biz unda yoki korreksiyaga berilmasa, biz vasvasa hisoblanishimiz mumkin. Qachonki u qator yo'nalishlarga biz o'zgartirishga, ishontirishga agar berilsa, unda albatta u vasvasa emas degan fikr. Vasvasalar ikki turga bo'linadi. Birlamchi va ikkilamchi vasvasalar. Birlamchi vasvasalar qator o'zini albatta holati bilan tasvirlanadi. Birlamchi vasvasalar ko'pincha endogen kasalliklarga xos. Ya'ni nima uchun biz birlamchi deb fikrlaymiz? Ya'ni vasvasa mustaqil, boshqa psixopatologik buzilishlar bilan bog'liqlik joyi yo'q
va o'zi mustaqil albatta rivojlanadi. Unda ikkilamchisi o'tkir va albatta mustaqil emas. Ikkilamchi vasvasaligi boshqa psixopatologik buzilishlar bilan bog'liqligidan albatta undan farq qiladi. Yoki boshqacha qilib aytganda, birlamchi vasvasa biz interpretativ vasvasa deymiz. Ya'ni bemor o'zini vasvasa g'oyalarini uzoq muddat tahlil qiladi, analiz qiladi va unda albatta qator dalillar asosida atrofdagilarga tushuntira oladi. Qachonki unchalik rivojlanmagan holat bo'lsa, atrofdagi tibbiyotdan unchalik xabardor bo'lmagan bemor insonlar albatta uning fikrlariga ishonib turadi va ishonib o'sha holatdan albatta qandaydir xulosa chiqarishi mumkin bo'ladi. Endi vasvasalarning yana qanday xususiyati birlamchi va ikkilamchilarga qanday xususiyatga ega? Davolash chorasiga birlamchi uzoq muddat berilmaydi va uzoq yillar monotematik holatda albatta rivojlanadi. Monotematik deganimiz hayot davomida birta ikkita vasvasa yil, oylar sayin chuqurlashib, murakkablashib albatta boradi. Endi ikkilamchi vasvasa albatta o'tkir hissiyotli vasvasa. U ko'pincha davolash chorasiga beriladi. U tayyor holatda miyasida vasvasa g'oyasi qadaladiki, unda u analiz qilish va dalillar topishga hech qanaqa ehtiyoj yo'q bo'ladi va shu holatdan masalan reaktiv psixozlar, psixogen psixozlar bo'lsa, davolash chorasiga albatta beriladi. Vasvasadan bemor albatta qutulishi ham mumkin. Va boshqa somatik kasalliklarda ham o'tkir vasvasalar kuzatiladigan bo'lsa, unda davolash chorasiga albatta beriladi. Biz o'ta qimmatli g'oyalar va vasvasalar, shirkin g'oyalar haqida fikr yuritdik. Bularni klinik tahlili asosida ko'pincha vasvasalar rivojlanib boradigan bo'lsa, unda albatta biz o'zini etapida va sindromlariga albatta rivojlanadi. Ya'ni tafakkur buzilishi sindromlari bu paranoyal sindrom, paranoid sindromi, parafren sindromi va asosini bularni Kandinsky-Kliramboz sindromi tashkil qiladi. Kandinsky-Kliramboz sindromi asosan ikkita vasvasadan ta'sir va ta'qib vasvasalari yillar sayin albatta kengayib, chuqurlashib boradi, tizimlashib boradi va undan tashqari psevdogallyutsinatsiya, eng asosiy psevdogallyutsinatsiyaga yana ruhiy avtomatizmlar bilan birga, ya'ni sezgi va ta'sir qilish va fikrlash asosida ruhiy avtomatizmlar rivojlanadi. U psevdogallyutsinatsiyaning asosiy hisoblanadi. Endi yana paranoyal sindrom deganimiz albatta bemorning ongi o'zida o'zini idora qila oladi va unda Kandinsky-Kliramboz sindromi bo'lmaydi va o'ta qimmatli g'oyalar yoki yopishqoqliklar albatta ustunlik qiladi. Endi paranoid sindromi deganimizda paranoid sindromning asosini biz hozir bildirgan Kandinsky-Kliramboz sindromi albatta tashkil qiladi. Parafren sindromda esa rivojlangan eng kechki davrdagi vasvasalarning tizimlashgan holati. Parafren sindromda bor vasvasalar fantastik mazmunga yoki ixtirochilik mazmuniga aylanadi. Bemor endi atrofga unchalik e'tibor bermay, o'zini fikrlari bilan band bo'ladi. Yozuv chizuv qilishi mumkin. Fantastik mazmundagi o'zining tasavvuriga xos yangiliklarni belgilab yozib chiqishi mumkin bo'ladi. Va ular atrofga hech qanaqa e'tibor bermaydi. Ya'ni kechki davrdagi shizofreniyaga parafren etap ham albatta xususiyatiga ega. Unday holatda albatta qator o'sha kasallikka xos shaxs o'zgarishlari ham albatta rivojlanib boradi. Endi bunday holatlar albatta davolash etapida vasvasalar birlamchi davolashga berilmaydi, ikkilamchi davolashga beriladi degan mazmunimiz nimaga olib keladi? Albatta vasvasalar doim davolanadi va aktivlik holati dezaktuallashgan holatga keltirishimiz kerak. Davolash chorasiga albatta bu eng asosiy psixotrop dorilar asosida davolanadi va uni o'tkir holatdan albatta yengil holatda keltirishimiz kerak va bemor o'zini vasvasa g'oyalariga yoki eng aytganimiz o'ta qimmatli g'oyami yoki vasvasa holatimi bemor o'sha holatga e'tibor bermay qoladi. Shuning uchun ham albatta davolash choralari birinchi o'rinni egallaydi. Yoki biz aytgan paranoyal etapdan parafren etapga borish uchun
ancha yillar kerak bo'ladiki, bemor albatta atrofga moslashgan holatga yurishi uchun ham davolash choralariga muhim chora-tadbir ko'riladi va albatta bu holatlar klinik tomonidan asosiy o'rinni egallaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.